Qaranglar, GameStop degan zo'r magazinga kirdik. Hozir katta mall ichida. Xudo xolasa bu mallda ham xudo xolasa bitta video qilamiz alohida, lekin mall narsani ko'rishinglar kerak. Bu yoqda kompyuter o'yinlari, PlayStation o'yinlari va qaniydir o'yinchoqlar, shu stories ustiga qo'yadigan dekoratsiya uchun hamma narsa bor bu yoqda. Xudo xolasa qarang. Ko'rsaman. Super Mario, Nintendo anaqasi, collector box va mana bitta Zelda degan PS5 bilan Xbox o'yini, yo'q, Nintendo Switch o'yini aralashmasan. Va Zelda degan o'yinda anaqasi, dekoratsiyalar, har xil o'yinchoqlar, bitta anaqa o'yinlarni ko'rsataman. Bitta Funky Pops har xilidan bor bunda. Bu yoqda Spider-Man maskasi, Deadpool maskasi и turli xil dekoratsion anaqalar bor. O'yinchoqlar. Qaranglar, Batman mashinasi bilan o'zi. Bunaqa bor ekan. Nima? King Kong, Dr. Doom. Bas. Gapirsa gap tugamaydi bolalar. Laughing. O'shanaqa shilapasi bor ekan. Bu yoqda mana o'yinlar bor. Har xil o'yinlar bor. Injustice men yoshligimda juda maza qilib o'ynardim. Injustice anaqasini. Chegirma diskida. Hop. Disk yo'q ekan. Disk yo'q ekan ichida. Hop, Horizon bu anaqa. Hop. Bu ham zo'r o'yin. Yaxshi o'yin. Joyga qo'yamiz. Hop, bu yoqda ham anime anaqa o'yinchoqlar. Plus magazin Fire, dahshat. Black Blood, Backblood. Hop, Call of Duty o'zimiz bilgan. Keyin hatta Astrobot, bu ham вообще zo'r o'yin. Hozir juda trendda Astrobot. Avatar degan kinosini, multfilmini ko'rgan bo'lsanglar. Bas juda ko'p o'yin bor. Far Cry degan o'yin bor. $15 ekan. Hop. Bu yoqda tak God of War. Wow. 45 $. Which one? Doom. Tak. Yo'qchi Night Rain. Elden Ring ekan. Plus har xil o'yinlar bor. Bu yoqda ham ko'rsatdi. Bu disklarda hammasini bitta ko'rsatgani hozir juda ham uzoq bo'lib ketadi video, zoom bo'lib ketadi. Minecraftda anaqasi collector box bor ekan, surpriz chiqargan ichidan. U anaqalar fotoramkalar. Plus futbolkalari bor ekan mana. O'yinlar ichidagi karakterlarga aloqador shu rasmlari bor, har xil futbolkalar bor ekan mana. Qaranglar. Bu yoqda Nintendo Switch tipa o'yinchoq deylik, o'yinchoqni disk kasetalari. U o'yinchoq Zormonda ham kamida $500-600 turadi hozir. Yangi chiqqani $1000 dan sotishyapti ekan. Vaholanki bu juda qimmat. Hop. Pokemonda anaqa board game bor. Har xil. Plus. Maza qilaman mana magazinga kirib har doim ishoninglar, вообще maza qilaman. Bitta Xboxda disklar bor ekan. Har xil Ninja Warrior, to есть qaranglar, o'yinni ko'pligini qaranglar mana. O'zimizni o'sha GTA 5, ya'ni GTA 5 o'yini.
zo'r. Plus o'yinni ko'pligini qaranglar bolalar. Yomonmi? Wow, anta Bleach'da o'yini bor ekan. Wow. Buni e'tibor beringlar bunga. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Top. Buni qaranglar, men ko'rmadim buni. Men Naruto animesidagi qahramonlarni bunaqa suvenirlari $32 ekan. Narutoning o'zi bu ham 32, hammasi bu pashta $32 dan ekan, bu $30 dan ekan, kichkinarog'i. Bu ham 32. Juda chiroyli qilib qo'yishibdi. Mana bular anaqa Rolton yeyish uchun kosalar ekan bular, qaranglar. Ko'rsatdi, mana o'zini chopstickslari, Xitoyliklar yeydigan, koreyslar yeydigan chopstickslari bilan anaqa qoshiqcha baho berilib, kosa deb. Вообще men zo'ra. Unda anaqa просто oddiy box, ichi bo'sh, ichida hech narsa bo'lmaydi, просто shu. Mana ovqat olib borishga maktabga yoki qandaydir anaqa boksda, короче, Naruto animes ishlangan ekan. Gap yo'q bolalar. Plus bu yoqda men mazza qilaman doim kelib. Har doim shu molga kelganda bir qator hech narsa olmasam ham bir qator kirib o'taman, bilasizlar bu PlayStation boshqa bunaqa o'yinlar, tim bo'la animeni ham ozgina yoqtiraman, bir ikkita anaqasini seriallarda. Shuning uchun bu joy meni o'ziga tortaveradi. Mana shunday gaplar bolalar. Bu Macy's degan molda ichida joylashgan, biz tarafda, bizga juda ham yaqin. Mana bu o'sha Laffy'ning anaqasi, shlyapasi $27 ekan mana shu Zormonda. O'zimizdan u fermada ishlaydigan tog'alarda shlyapasidan kam joyi yo'q. Hemera